Assalamu alaikum, hürmetlik sağlıktaşlar. Dersimiz başlaydı? Biz tünügünkü kitap okuşumuzda 7. betke kelip toxtağan. Yani bu oygunuş, güllünüş meselesi ki qarta kişilerninki tutkan pozisiyasi haqqida ötken toq kişilerni netçigi bölgenti, töttürgü bölgenti. Bu bek bir muhim noktalar deb ötüp ketken toq. Endi bugünkü dersimiz Xuddatul bahs. Şu yerden başlayımız. Qarindaşlar, ben şu Xuddatul bahs degan haqida sizlarga ozroq bir tushuntirish bersam, har qanday bir ilmiy material mayli doktorluk makalesi, magistrlik makalesi yoki bir ilmiy kitap bo'lsin. Kitaplarda aldı bilen kitapning umumiy heykelini tuzib oladi. Umumiy heykelini. Umumiy heykelini deganimiz kitap qancha cho'ng babdan tuziladi. O her çoğun babның içinde qancha dana qisqa bab bor, masalan. Ondan keyin nimalar tilga ilinadi kitapda. Parça qismlari qaysi degandek her bir juz'iyatgacha oldin ola planlangan bir aldı plan deb tushunsangiz bo'ladi endi. Aldı plan deb tushunsangiz bo'ladi. Tadqiqot plani degan gap. Yani her qanday bir kitobninki, her qanday ilmiy materialninki bütün baştan ahir plan. Kitap nimalarni o'z ichiga oladi, nimalar so'zlanadi, cho'ng bablari qaysi, her çoğun bablarınki arkasındaki küçük bablar qaysi, muşlarning hammani o'z ichiga oladigan mazmunni biz odatda Xuddatul bahs deymiz. Har qanday kitap yozuvchi aldı bilen kitabınınki Xuddatul bahsini tuzib olib turib, ondan keyin boshqasini tuzudi savoqdaşlar. Bu kitap yazıp baqqanlar biladigan bir ahvol. Mush kitapninki Abdur mush kitapninki o'z ichiga oladigan noktalar, so'zlaydigan noktalarni bizga mush yerda deb beradigan o'xshaydi. Qani qarab baqayli. Innal i'dad limisli hadal bahs والذي هو ضمن سلسلة تتحدث عن قضية النحت وأدواتها ما تدقيقاتقı o'xshash ishlarga tayyorlik qilish yoki bu tadqiqotga o'xshash tadqiqotlarni hozirlash. Innal i'dad limisli hadal bahs ma'nunga o'xshash tadqiqotlarni hozirlash. Balki menga ko'rayotgansizlar ikki siziq bor. Hadal bahsning keynida bir siziq bor. Vallazi huwa dimna silsilatin tatahaddasu an qadiyatin nahda va adwatiha ning keynida bir siziq bor. Bu ikki siziq cümle mu'tarizani ifodalaydi. O'tirdagi cümleler başlayan ayağıga biraz münasibetsiz ama qistirib qo'ydigan gaplar-ku. Mushuni tarjima qilgan vaqtda ko'pincha qarindoshlarimiz aralashtirib tarjima qilib, bir xil qo'lashmagandek chiqib oladi. Shuningdek, bunda shu siziqning beshi bilan oyog'ini ulablam tarjima qilsa, mencha qana qiladi, qamlashadi. Masalan, ma'nunga o'xshash bahslarni hozirlash 10 yildan ortiq vaqt aludu deydi. Qad istaghraqa ma yazidu alal 10 sanavat degani 10 yildan ortiq vaqtni oladi. Qayta ma'nunga o'xshash bahslarni hozirlash 10 yildan ortiq vaqtni oladi. Gap tugidi. Endi ikki siziqning o'tirisini tarjima qilsak, bu xil bahslar olsa uyg'unish ve onun uyg'unish meseleleri ve onun vasıtaları hakkında so'zlaydigan bir zincirsimon bahslarning qatoridagi bir bahs. Bu mushunga o'xshash bahsini hozirlash 10 yildan ortiq vaqt oladi
deb gapni bir jumlani qana qildi tugat. Endi demakchi o'g'nab turninki, anda oddiy emas deydi. Nimishqa oddiy emas qarindoshlar? Biz tunugunmi dedik. Bu alaqa bir nazariyaga bak bakmaydigan, nazariyaga bak qaramaydigan bir ish. Chunki siyosat emasmi? Siyosat qarshi taraf o'zgarib turadi, dushman o'zgarib turadi. Andan bu munda bir qaraplan bir odam uyda o'tirib da hissiyat kelib qolgan vaqtda yozilgan adabiyot yoki she'rga o'xshamaydi. Amaliy tajriba ketadi. Qarshi tarafni haqida izlanish to'g'ri keladi. O'zimizning qila oladigan, qilolmaydigan ishlarimiz haqida izlanish to'g'ri keladi. Eng muhimi biz diniy nuqtadan bahs qilayotgan bo'lg'achqa, shu mangadigan, bosadigan qadam bosqichlar diniy ramki ichida qana shaklda bo'ladi. Shu muhim bo'lg'achqa, bunda oddiy bo'lmaydi endi. وتم تدريس مفردات هذه السلسلة في أقطار كثيرة. Endi ma Zincirsiman materialninki darsliklari nurg'un rayonlarda dars qilindi. Hamisha kelgan vaqtda men sizlarga mazmundan o'tib, ma til nuqtasini ozroq bir narsa deb beray. Har qanday bir masdar tamma fe'li bilan birga kelsa, masdarninki majhul shaklda ifodalanishiladi. Mesela temme tedris dese öğütüldü mesela. Temme el-imha dese ma harbi işlerde işletildi, yoktuldu mesela. Temme el-i'dad dese hazırlandı. Mesela ma şekilde. Temme el-ictima dese yığıldı degen buludu bu bir. İkincisi mufradat. Yani mufradatni sizler yakki sözlük, tak sözlük demenler. Türkçüge okşaş söz işletipti aptur. Yani mekteplerde yakki öğütüş sahalarda qo'llanilgan belgilangan kitoblarni mufradat deydi. Ma Türkçede mufradat deydi, mektepdagi belgilangan darslarni. Shunga o'xshash. Ya'ni ma Zincirsiman bu bir yurish kitobninki belgilangan darsliklar nurg'un rayonlarda o'rgatildi. Mencha tushunch bo'ldi deb o'ylayman. Va hadhihi hiya al-muhawalatu al-ula لتجميع ما كان متناثرا بين مخطوطات يدوية وتسجيلات صوتية ودورات تدريبية. عندما ما كتاب مش hazır men yazıvatkan kitap deydi. Muş bahs. Qol yazmaları, avazlık elingan avaz, mesela tescilat sauti degan avazlık elinmalar mesela avaz qilingan materiallar ve terbiyeleş kursları qatarlıqlarning içinde tarqab çeşilip to'g'an mazmunlarni toplashqa birinci qatimliq urinish degani bu siyosatga aloqador, gullanishga aloqador masalalar ya birisi qo'l yozma qilib yozib qo'ygan bir materiallarning ichida yoki birisi ovoz qilib qo'ygan bir materiallarning ichida yoki bu yerda kurslar yaşıldı ya anca şu kurslarning materiallarining ichida bo'lib bu tarqaq çeşilliqliq yani ma mening qilayotganim ashularning hammasini tunji qatimliq to'plash deyotdi. Shunaqa sizlar maktabga oddiy qaramanglar. 10 yillik emgakning mevasi, nurg'un tirishchilikning mevasi, balkim boshqa yerdan izlanib bu kitobning ichidagi tajribalarni, bu kitobning ichidagi mazmunlarni boshqa yerdan qana qilolmaysa, topolmaysiz qarindoshlar. Ve bularni siyagatuhu degan gap ash makana mutanasirandagi ma. Ashu chechilib yotgan tarqaq chechilgan mazmunlarni bir shaklga keltirishga urinishninki tunji qatimligi. Tunji qatim bo'lgan emgak ma u. Lizalika shunlashqa kitob mahildagi kitoblarda odatlangan shaklni olmaslik mumkinligini sizlar biz burundan o'qib kelgan kitoblarga o'xshamaslik mumkin. Biroz farqli, biroz o'xshamaydigan bir shaklda kilishi mumkin maktab. Meniki mumkin degan gap nereden arad bilamsizlar? Lizalika faqat la ya'khudul kitobdagi qat fil mudorini oldiga kelsa, nimani aytadi? Mumkin degan ma'no aytadi. Hozir biz nimaning ustida ketyapmiz savoqdoshlar? Xutatul bahs. Kitobning zodi o'ziga olgan mazmunlar qaysi? Endi bu bir yurish kitob. Umumiy biyojhin ham degan gap umumiy nuqtadan aytgan vaqtda tuvandagi mazmunlarni o'ziga oladi. Mushu qo'shchi kitob qolgan yerda tuvandagi mundaq mananga o'xshash deb shaklda qo'shib yozsanglar bo'ladi. Tatanavalu silsilatu biwajhin am
umumiy nuqtadan aytgan vaqtda bu bir yurish materiallar tövendeki mazmunlarni o'ziga. Birisi gullanish falsafasi. Gullanish falsafasi va shu falsafani tushungili bo'ladigan shu falsafaning tushunchisi shuningda yushirilgan bir ramka to'g'ri. Zodi gullanish degan nima? Bir millatninki uyg'onib o'rnidan turishi degan nima? Bir 2 yil bir avato'g'an shaklga kirivelish gullanishlar. Masalan, bunda bir ahvolni beshimdan o'tkazdim-chu men. Ben bilemizlikken ben hayatımın köpüncesi Xoten'de Ürümçi'de öttü. Meyli Ürümçi'de olsun, Xoten'de olsun bir vakitler geldi. Belki aranlarda şu şehirde turup bakkallar olsa bileşen mümkün. O kadar Müslümanla bir erkin halet öttü ki Mısır'da okup gelgen bireylerinin ağzından çıkan bir gapni şu vakti da azim isimden çıkmaydı. Xoten'de Çuqubaza'da bir yer var. Şu yerdeki hicaplık ayallar, sakallık erler, andakin yerdeki bir Müslüman kürünüşü karab, Mısır'da okup gelgen adamdan birisi, kırındışımızdan birisi. Ama Çuqubaza'nınki dini kürünüşü Kahire'ninkiden mi eşlik etipti? Kahire'de mi bunda kürünüş yok? Diyen bir ahval var. Şu ahval bizim şu vakitte pevkul adı suyunduğun. Ama ben hazır şu vakit demekçi, aynı bir kürünüşlerinin vakitlik meydanı kegelliği hakikaten de bir milletin uygunuşu mu mesela? Yani bir milletin ıslahı uygunu mu? Ya ki o düşmanın bizge kuyutup durup hakkını üzerine aşkarlanma dep deryaga toni yığıvetip durup biliklarınki anca-munca seklivelişiğe qarta qoyup bergen bir qısqagina mezgil mi? Biz aşı mezgilini qanday tushunamiz? Nima uchun düşmanning hilesini tushunamiz? Ürümçide shunday ahvol bo'lgan. Bilishimcha 2010dan 2013 2014largacha hamda Ürümchidagi masalan diniy ko'rinishlar musulmonlarning faoliyatlarining jonlanishi, andan keyin bu jonlanishning orqasidan kelib chiqqan bizdagi bexudlik. Düşmanning har doim bizni kuzatib, to'xtab turib, shunlar nerdan soqsam bularning ahvoli nerdan nagacha biz bilmay qilib o'rtaga chiqib tarbiyalanib qolgan qanchalik avlod bor masalan. Degandek ma shakldagi vaqtliq bizni kuzatish fursatimi yoki haqiqatan bizdagi bir gullangan davrimi? Mushu nuqtalar bizning kallamizda aniq bo'lishi kerak. Falsafatun nahd degan gap shu. Falsafatun nahd degan gap shu. Ya'ni gullanish degan qanday shaklda bo'ladi? Endi bir vaqtliq, bir 2 yillik yoki 5-6 oylik bunda bir jonlanib ketgan, avatlashib ketgan, hamma bilan bir xil diniy qaynoq hissiyatimiz urg'ub turgan bir mezgil gullanishmi? Yoki tigidin, hulidin. Men oldingi kunlikda sizlarga degandek sistemlik bir shaklda bir avlod yo'qotilsa, yeni bir avlod uning o'rnini davomlashtirib mang'alaydigan. Masalan, üzlüksiz izbasarlar yetiştirilip turlayotgan kuchli iqtisod asosi silingan bir sistem mavgullanishmi? Mushu nuqtani tushunish yoki tushuntirish bu kitobningki asosiy mazmunlaridan birisi. İkincisi qawaninun nahda vallati tahkum harakat at-tahawulat al-ijtimaiyye. Gullanish uyg'unish prinsipi ve ijtimai özgürlük hareketlerini başquradigan, shuningga hukm qiladigan, shuni başqurib turadigan prinsiplar. Endi mana shunga vaqtda bir narsaday. Ma dunyo ash payg'ambar zamonisidan tortib qiyomat kunga qadar bunda bir odamninki chiqarashlaridan mangib qolmaydi. Bir adamninki sağgan davranlardan mangib qolmaydi. Bir qonuniyat va qarindoshlar. Men oddiy bir misol aytay sizlarga bir qonuniyatdan. Allah'ın en sümlük bendesi, en sümlük peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam üzü bir vasıta katnaşkan Uhud jangı Müslümanlar ağır talep et koşurdu. Bir peygamber var mı diye de. Siz kim? Bir peygamber var. Allah'ın en sümlük peygamberi var. En ahirki peygamberi var. Habibi var. Aşta bir jang ağır talep etlen ahırlaştı. Bu yerde demek çoğunum şu. Bir kanun var. Bir kanuniyet var.
Shu qonuniyatga tushsang, g'alaba qilsang kim bo'l? Shu qonuniyatga tushmasang, hatto payg'ambar bo'lgan taqdiringdimi, sen qanday qilmaysan, g'alaba qilmaysan degan bir qonuniyat bor. Ya'ni güllenish, uyg'unish qonuniyatlari va shunday qonuniyatlarki ijtimoiy o'zgarish harakatlarini qanday qilib turadigan, hukmronlik qilib turadigan. Üstündeki vaz itar degan gap ramka qo'yish degan gap, bir doira belgilash degan gap. Bir qarindoshimiz itarning ma'nosini so'rabdi. Mening qarindoshlar magistrlik maqolamni men musha haqda yozdim. Magistrlik maqolam asli tafsir haqida yozilgan. Tafsirninki asli temasini sizlarga deb beray. Asbabun nasr vel hazima fil Qur'anil Karim ve gazvatu Uhud unmuzajan. Yani Qur'an-ı Kerim'deki g'alaba ve mağlubiyet sebepleri ve Uhud urushidagi namuneler degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi. Shu maqolada asosli g'alaba qilishning qonuniyatlari haqida maxsus bir bob ayrilgan. Mayadagi avtorning tilga olmoqchi bo'lgan gullanish qonuniyati degandan dal shu maqsad qarindoshlar. Peygamber Aleyhisselam'ın 23 yıllık hayatı bizge nispeten bir örnek ya. Resulullah Bomuz peygamberden suyumdaki adam yok Allah'a. Qatnaşkan bazı canlarda galbi var, bazı canlarda mağlubiyet var, bazı canlarda galbi mağlubiyet aralaş. Bazı canlarda mağlubiyet şekilde kürengen galbi var, bazı bu arada nimo desanlar sen kim bol demekçi. Aşı işlerin hemisi bizge şunda vardı. Hatta sen peygamber olup ketken takdirde mi şu kanuniyetki boysunmasanlar bakar demekçi. Mesela bu kanuniyet degen nimo dese Allah dünyanı bir sistemden yaratkan. Dünyadaki bunu sizlerge qanday tushundirsan bular yavaş yavaş asosda tushunib qolamiz. Bir narsaga ta'sir qilgan bir yer bor dunyoda. Masalan, o'tdan birini akilib, yog'ochni meni ko'ydasak, o't yog'ochni ko'yamiz. Ikkilisi Allohningki bir maxluqi. O'tmi Allohning maxluqi, yog'ochmi Allohning maxluqi. O'tga shunday qonuniyat bekitdiki, yog'ochni ko'ydirdi. Tömüge shunday qonuniyat bekitdiki, yog'ochni kesidi. Mushu buncha tushunuglik biz hozir qadar. Endi men cho'ngroq bir nuqtaga ko'tarsak, men oddiy misollarni yana shunday. Dünyada bir kanuniyet var. Urushning kanuniyeti var. G'alaba qilgan tarafning kanuniyeti var. Musulmonlarga bekitilgan bir kanuniyet var. Şu kanuniyetni tushunmaganimizda biz kechisi qopab, ajzadi bütün kecha tahajjud o'qib ketili, bütün kecha ro'za tutib ketili, qonuniyatga tushmasak biz g'alaba qilolmaymiz. Qonuniyatga tushmasak ondan qopolmaymiz. Ammo dushman shu qonuniyatni qo'llanishi. Biz qo'llanmay shu g'alaba qonuniyatini yoki gullanish qonuniyatini dushman qo'llansa, tabiiyki, aniq emin bo'linglar, agar dushman shu qonuniyatni qo'llansa, dushman g'alaba qiladi. Bunun bir delil. Tafsir Sha'raviyda Şeyh Sha'ravi siru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatu allazina min khalu min qablikum degan mazmundagi oyatlar var ya, manglar bilasizlar. Menip bakınlar, qaranglar ilgirkilerninki aqibatiga degan yerda Şeyh Sha'ravi shunda bir izohatlarni o'tirib qo'ydi. Dunyoni egallab turgan bir qonuniyat bor deydi. Odam alayhissalom vaqtidan tortib ta bizning yashayotgan mush kunimizga qadar. Bu qonuniyatga tushganlar g'alaba qiladi, tushmaganlar mag'lub bo'ladi. Qur'on shuna demakchiki, minglar qaranglar, ash qonuniyatga qaranglar, kim qanday qilib g'alaba qildi, kim qanday qilib mag'lub bo'ldi. Qaysi Fir'avnga o'xshash, Namrudga o'xshash kuchlar qanday qilib mag'lub bo'ldi. Shularning oldidagi ojiz payg'ambar va payg'ambarning ergashgichlari qanday g'alaba qildi. Shu qonuniyatlar haqida bahs qilib bakinglar deydi Şeyh Sha'ravi. Kitob balkim shu qonuniyatni bizga o'rtaga qo'yishi mumkin qarindoshlar. Ondan keyingi kitobning o'ziga oladigan mazmunlardan birisi Mashru'un nahda ve ahdafuhu ve rasailuhu ve marahiluhu. Uyg'unish plani. Uyg'unish, gullanish plani. Bizning tündiginden biri davatgan muhim noktamızmış plan. Hemen belki Türkçe bilirsizler. Texim obdan düşünün bugün projesi. Bir plan bulu diye her qanday ishninki. Ve onun nişanları yetmekçi olan en arka biket.
ve aşı beketke beriş üçün qo'llanadigan vasailuhu vasta nimalardan iborat ve qadam bosqichlari marahiluhu. Muşlarning hammasini kitob o'rtaga qo'ydi deyapti. Kitobning asosan cho'ng jihatdan o'z ichiga oladigan mazmuni yuqoridagi 3 mazmun ekan qarindoshlar. Ve yetenavalu hadal kitab maktab gülünüşünün çoğun felsefesine oturup koydu. Felsefe degen nima desanglar, nazariyasi degan gap, yani bizning oddiy tilimizda tushungan vaqtimizda. Ve ya'tani bi tahdidil mustalzamat al-asasiyya للانتقال من طور الارتجال والاندفاع ودبابية الرؤية إلى الرشد ووضوح الرؤية. Bu kitap deydi. Bu kitap irticallık, yani fevri davranış degan gap, Türkçedeki bir işlağa mında közünü yumuplam qana qilish, kirivilish, tavakkul qilish, qaramliq qilish, indifa, hayajonlanib mangib ketish ve tunuşning süzük bo'lmasligi, tutuqilishi qatorliq bir bosqichdan to'g'ri yo'l ve tunuşninki ro'shan bo'lish bosqichiga yetkilish uchun asosiy shartlarni bekitishga ko'ngil bo'ladi deydi. Ya'tani degan gap ko'ngil bo'ladi degan gap, tahdid degan gap muqimlash, bekitish degan gap, al mustalzamat al asosiy shartlar, asosiy talablar degan gap, intiqol yetkilish degan gap, to'g'ri yo'l bosqich, irtijal bir ishlarda qaramliq qilish, bundaligi plan bo'lmasdan qana qilish, saklab tushish, indifa, hayajonning keynidan mangib ketish, dubabiyat ru'ya degan gap, ko'z qarashninki tutuqilish, ya'ni iniq emas masala. Oxirda qanday qilamiz mana shuni desa, Xudoyim ba, gap hech qanday gap qilmaydigan gapchimi? Alloh ba desa, adam javob bundali qarshi tarafga javob berolmaydigan gapimda. Alloh borligi ba, ammo Alloh endi bir qonuniyat bekitgan, hayotda bir prinsip bekitgan, anda Allah ba deb qo'yib, ma'nodag'ashni payg'ambarmi qilmagan, hatto payg'ambarningmi, payg'ambar alayhisolamningmi har harakatlarida ajoyib bir planlar bo'lgan. Ajoyib sizgan xayitlar bo'lgan. Masalan, demak biz a holatdan o'zimizning to'g'ri rushd, to'g'ri yo'lni topgan ru'ya, buni ko'rish, plan, vuduh, naydi iniq bir holatga yetkilishimiz kerak. Kitap del mushuni o'z ichiga oladi deydi. Qarindoshlar, zodi endi aldirashning hojati yo'q. Her birimiz mushu kitap o'qish dars nimasida o'tgan her birimiz o'zimizning osh savolini so'rab bakmak lazım. Zodi bizda ashta bir tavakkulchilik, tavakkulchilik deganim imonning sabablaridan biri bo'lgan Allohga tavakkul qilishlik tavakkulchilik emas. Yana bir ma'noga o'tib ketgan tavakkulchilik. Ya'ni bir narsalarni oldin güzel planlamasdan, onun şartlarını hazırlamasdan, kanuniyatlarını hazırlamasdan qarg'ulacha bir ishlaga baş so'qish, qarg'ulacha qadam olish zodi bizda bormi, yo'qmi? Men o'ylayman, bizda haqiqatan bor. Mencha har bir qarindoshimiz bu haqda bormi, yo'qmi degan nuqtada avval bir kallasga bir javob ekilish lozim. Chunki ashuning javobini ekamay turib selbi noktalardan qutululmaydı. Yok deb itiraf qilmasak yo'qotqilinmaydi uni. Avval ba deb itiraf qilishimiz kerak-ku. Ba deb itiraf qilishimiz kerak. Bo'lib qolsa. Endi ashta bir qarg'ulachi ish boradigan bosqichdan iniq, ro'shan xarita bilan ish boradigan bosqichga yetkilish va yatimmu kullu zalika min xilal. Ashu ahvol tuvandiki yo'llar orqali bo'ladi. Yine bir lug'at nuqtasidan bir narsani sizlarga tushuntirib qo'yish to'g'ri keladi. Tamma yatimmu iboyatdan bir masdar bilan birga kelib qolsa, masdarni majhul shaklda tarjima qilib itiladi, buludu, qilinadi deb tarjima qildim ya. Masdar emas hamda normal holat qo'llanib qolsa, buludu deb tarjima qilsanglar bo'laveradi. Tamma yatimmu. Andikan xilal degan gap tuvandagi ishlar orqaliq deb, xilalni orqaliq deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Shunda olganda yuqoridagi ashta tavakkulchilik, qarg'ulachi ish berishdan ro'shan fikr, ro'shan bir xarita bilan ish berishga yetkilish tuvandikilar orqaliq bo'ladi. Yatimmu kullu zalika min xilal. Tuvandikilar oldiga chiqib qo'yib qo'yilgan nuqtalar shu. Hozir shuni kelaylik.
Birincisi zihni yani güllünüş üçün hizmet qilib ketayotgan har qanday bir kishiga deydi. Kishiga özünün zihni yol xaritasini sistemlashtirish üçün ve bizning ummatninki güllünüş yoluga tarafiga qarab ketayotgan yolida ötüdigan, besip ötüdigan basqıçlarning tabiatini bekitish üçün bunu to'liq bilish kerak bo'lgan ba'zi atalg'ularni izohlash deydi. Men boshdan qayta kelay, balki majumlasligi murakkab bo'lib qoldi. Sharhu ba'dil mustalahat deganga ba'zi atalg'ularni izohlash. Ba'zi atalg'ular dushman aniqi menda bir nuqta borchu. Bir millat yoki bir ummat bir ishlarda rasmiy o'rnidan qo'zg'alib bir gullangili bo'lsa, dushman qurol orqali hujum qilishdan avval ichimiz orqali hujum qiladi. İçimizni qanday hujum qiladi desanglar, ba'zi bir nuqtalarda o'rtaga shubha chiqaradi. Masalan, biz bir ism dimirini qo'llandik, ismga shubha chiqaradi. Buna deyish to'g'ri emas, deplam chiqadi-chu. Saddalarimiz biz sadda o'qishga ko'pincha shu ismning keynidan voy ras andamidi, mundamidi deb bunun dini cihati to'g'ri emaskan deplam bir qiyish, bir ittifoqsizlik yuz berdi. Shunga chiqib tur, ba'zi gaplarni aniq izohlab o'tish kerak. Ba'zi atalg'ularni aniq izohlab o'tish kerak deydi. Bir qarindishimiz ishimizda avval istixora qilib, anan Allohga tavakkul qilib debdi. Avval sen uni bilmasan qilolmaysan. Bilishing kerak. Bilib bo'lgandan keyin planni tuzsa tuzuk, voyaga yetkazib, sening qiladigan bütün ishing tugagandan keyin istixora qilib Allohga tavakkul qilasizlar. Basqoch mushu. Chunki Qur'onda aniq dedi Allah: "Va la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Bilmagan ishingni keyinda mangma sen. Bilmagan ishingni dema. Bilmagan ishqa qadam qo'yma degan gap ash oyatning ma'nosi-chu. Qayt kelay ana tarjimasini. Bir qism atalg'ularni izohlash. Bu atalg'ularni yanbag'il ihatatu biha degan gap cho'qim bilish kerak. Ihata degan gap buni to'liq bilish degan ma'noda bilish kerak. Kim har qanday xizmat qiluvchi, nimaga xizmat qiluvchi? Uyg'onish uchun, gullanish uchun. Nimishqa zihnidagi ash yo'l xaritasini sistemlashtirish uchun va tahdid tabiatil marhala basqishning tabiatini belgilash uchun ki o basqishdan ummatimiz besib o'tadi. Nimada besib o'tadi? Gullanish tarafga qarab mangan yo'lida besib o'tadi. Men hozir parcha tarjima qilib berdim sizlarga. Endi qayta tarjima qilib beray. Gullanishga xizmat qilayotgan har qanday odam to'liq bilish kerak bo'lgan o'zining zehniy xaritasini sistemlashtirish va ummat gullanish tarafiga, uyg'onish tarafiga qarab mangan yo'lida besib o'tadigan bosqichning tabiatini muqimlash uchun to'liq bilish kerak bo'lgan ba'zi atalg'ularni izohlash. Bu bek muhim. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, gullanish harakatlarini tarixiy siyoqida qo'yish. Tarixiy siyoqi degani bizning payg'ambar alayhisolatu vasallam dunyodan ketgandan tortib ta hozirga qadar besib o'tgan bir tariximiz bor adamlar. Bu tariximiz bizga nurg'un narsalarni o'rgatadi. Bugun birlari o'rtaga chiqib, o'tmishdagi tarixdan uzib bir shaklda yip-yangi millat yoki yip-yangi ummatdan beni men tasdiq chiqaman deyish bir ig'ir xatolik. Belki o'tmishdagi har dushmanning ustidan g'olib kelgan bir tariximiz bor. Tarixda Mongollarninki hujumidan ummat sog'-salomat qutulib o'zininki zamin butunligi, o'zining huquqi, o'zining saltanatini qaytadan qurib chiqdi. Ahli sanatning hujumidan qutulib chiqdi. Bugun hamda dunyoni besayotgan sharqdagi va g'arbdagi cho'ng kuchlar var ya, mushularning mo bosqisidan. Chunki tarixda o'xshamagan bir shaklda bosadi-chu. Mongollar nayt bir vahshiyona keldi, kelganni birini qirdi. Bag'dodda o'ltirgan odamining haddi hisobi yo'q, ko'ydagan kitobining haddi hisobi yo'q. Hatto Dijla daryosininki suyi odam o'ltirgan vaqtda qip-qizil oqsa, kitoblarni o'sha to'kkan vaqtda kitobning siyohida qop-qora oqqan vaqtlari va ahli salab bilan 100 yillarcha urushdi. Endi men bugungi islom dunyosining mag'lubiyati, islom dunyosining boshqalarning ostida qilishi nima shaklda desanglar, avulday
kiliplam qilishlarni, qurollarni pulanlatib, yalang'ochlab, uchirganni o'ldirib, yiqib, ko'dirib qilmasama, ama bunda bir xil o'xshamagan bir şekilde besyapti. Ruhiy jihatdan besyapti, siyosat jihat, iqtisod jihat hammasida tushib qo'yapti. Shu buningmi cho'qim qutulib chiqadi. Ya'ni bugungi musulmonlar agar qo'zg'alib o'zining erkinligini, dinining butunligini, dinining ustunligini qo'lga keltiramiz desa, shu tarixiy siyaqlarga qana qilish kerak, bog'lash kerak. Bu ikincisi. Üçüncüsü, medeni özgürlüş basqıçlarını düşünüş için bir ramka bekitiş gerek. Yani demek ki biz eğer gülünümüz desek bazı örpü adetlerimiz mesela özümüzünki ya ki şu işgaliyet düşmanın bizden işgal qilish jarayonida bizde şekillenip kalan bazı bir kısım anla. Şu anladın asta yavaş chiqib ketish to'g'ri keladi. Bu bir bosqichlar bilan bo'ladi. Mushlarni avval bir ramka tuzib, masalan biz mega vag'anda mandaroq o'zgaraymiz, mega vag'anda mandaroq o'zgaraymiz, ayak vag'anda mandaroq o'zgaraymiz. Mushni aqtlar kallanlarda bo'lsin degan shaklda hammalarga bildirishimiz kerak mushni. Va shu yerdan va men sama shu nuqtadan undan keyingi bosqichni tushunish ramkasini bekitishga hammalarning kallasida bir narsa iniq qoladi. Ma bekettiğin kin palanı beketki var mı? Palanı bekettiğin kin pukunu beketki var mı? Digen bir şekilde. Mesela Safakoy bekettiğin kin 5 yol beketi var. Digendek yeni Bosna'dan kin Safakoy var. Safakoy'dan kin 5 yol var digendek. Kallamızda kinki kademde kanda kalıdık Allah'ımız ine kuluş gerek. Buna gözümüzü yumup lan tevekkül deplam çıkışka katli bulmaydı. Ondan kin tahdid nemuzic ve tarikatu tefkiril qaidil metlub. Bizge lazım, matlub degan gap lazımlık degan gap. Lazımlık bir qo'mondonning tafakkur qilish namunasi va uslubini bekitish. Yani xalq adam rahbar bo'lavermaydi qarindoshlar. Hatto rahbarning cho'qim diniy ustoz bo'lish kerak degan gapmi yo'q. Tarixda unda bo'lgan emas. Tarixda Ibn Abbosda katta olimlar va İbn Mesud'da katta alimlar vayada Ömer radıyallahu anhu kumandan bo'lgan ahvoli. Ömer radıyallahu anhu İbn Mesud'ni o'zidan cho'ng ko'rdi, İbn Abbosni bilim jihati o'zidan cho'ng ko'rdi. Komandanda, rahbarda rahbarlik qila oladigan bir sifat bor qarindoshlar. Mushu hammalarning kallasida iniq bo'lish kerak. Chunki qo'mondon har doim, rahbar har doim xatarga yo'liqib turadi. Rahbar her daim hücuma uçrab turadi. Yani iniqroq desek, rahbar ulab ketishi mumkin, qaslinib ketishi mumkin. İkinci bir rahbar tiklaydigan vaqtda bunda xalqning ko'ziga qarab emas, shu hammalarning kallasida muayyan bir talab bo'lish kerak, rahbarda bo'lish tegishli. Shu talab kimda tepilsa, hammalar ikkilanmasdan shuni akilib qo'ya oladigan bir nuqtaga kelishimiz kerak. Qanaqdir aramizda kimning inoati cho'ng bo'lsa yoki kim Bunda ben köpünce bunda misal elişimden sebebi aramızda bu qalğan bu atqaçqa şunda davatımı. Mesela yurtçuğu ya ki çokum ehli ilmi ya ki iqtisadu bay ya ki o ya ki bu degendek ortada kip qalğan bir nokta var. Mesela bir qarasa sapla ziyalı qudum tushgan insanlar var. Bir qarasa ehli ilmini hurmatlaydigan kishilar var. Eğer mushu ideya bo'yicha rahbar tanlash, lider tanlashga quyutilinsa, ziyali qudum tushganlar u qanda olsun ko'pida uni tanlasa, ba'zi boy qudum tushganlar va uni pulsuvani rahbar qilsa, bu qamlashmaydi-chu. Mayli u qaysi qatlamdan bo'lsin, mushu gullanish harakatida qo'yiladigan bir rahbarga qo'yiladigan bir talab bor. Rahbarninki tafakkur qilish uslubi bor. Mushni oldi bilan muayyan bekitib olishimiz kerak. Har odamning kallashda iniq bo'lish kerak. Shuningga qarab turib, ana rahbar tanlanishi kerak. Agar mushu hukum joyida bekitilib g'alaba qila olsak, mushu hukumda qanchalik rahbar ulab ketsa, yani avtomatik holatda to'g'ri bir shaklda ashning o'rnini besib, izdan mangalaydigan rahbar tanlana oladi. Bu nuqtada qaranglar, ma biz oxirgi 100 yillarda vakalaga tushib ketgan bo'lg'achqa, ya'ni bu ishlarda qilib boqmagan bo'lg'achqa bizga biroz yod keladi, ammo dushman bu nuqtada qana qilib oladi. G'alaba qilib oladi. Buni e'tirof qilmay bo'lmaydi. Masalan, mushu dunyodagi eng cho'ng kuchlardan bir qarab boqinglar. Masalan, Amerika desanglar, Amerikada Cumhuriyetçiler Partisi, Demokratlar Partisi masalan, ikki partiya var deyli. Qaysi partiyadan birisi chiqadi? Kim chiqsa chiqadi? Ammo Amerikaning siyosati o'zgarmaydi. Bir nuqtaga diqqat qilib boqinglar. Amerika qachon
iqtisodni yuksaltirmoqchi bo'lsa, bir partiyaning adamini chiqaradi. Siyosat jihatda dunyoda ancha-muncha urushqa qo'zg'amoqchi bo'lsa, yana bir partiyaning adamini chiqaradi. Amerikada saylan bo'ladi degan gapga toza adam ishongisi kelmaydi. Shu nimishqa desanglar, saylanning natijasidan ko'ra shu majlisi shuyuq deb qo'ydi Amerikada. Şu yerda 500 tane adam var. Şu 500 adamning tanlashi bek muhim. Yani bular kimni tanlasa Amerika'nın növbətdəki dünyadakı aktiv siyasetini ep mağalaydiganligini obdan biladi. Şuna xalq kimni tanlab ketsin. Saylanның avazı kimning yuqori chiqib ketishidan qat'iy nazar şu majlisi shuyuqdiki. Hele 500 adam kim rəhbər buludu, kim Amerikaga reis oldu dese şu bo'lib ketaveradi. Bular bu nuqtani obdan bilib-bilirlikçi. Yani bizning hozir demoqchi bo'lganimiz shu. Kitob mushu tafakkurni, mushu uslub, mushu namuzajni bizga bayon qiladi demoqchi. Ondan keyingi nuqta qarindoshlar tahdid ihtiyojat sani'ul qaror al-amil lin-nahda. Yani gullanish uchun xizmat qiladigan qarorni chiqaruvchining ehtiyojotlarini qanday qilish muqimlash. Yani nima keraklik. Odatda bir adam rahbar bo'lib qolsa, o bir adam ham ishni qila olmaydi-ku. Bir rahbarning keynida shu rahbarning rahbar bo'lib turish uchun, to'g'ri qaror ola olish uchun necha minglagan odam bo'ladi. Men turkcha danışmanları deb qo'yamiz ya. Bugungi kunda Turkiyadagi hammadan voy deyotgan, voy Türk tarixidagi eng önemli ish qildi deb qarayotgan masalan bugun Erdo'g'an desanglar, Erdo'g'an bo'lib turish uchun atrofida har sohada shu Erdoğan'a köz kulak oladigan minglagan danışmanları var. Hammasi shu asosda bo'ladi. Dal mushu talablarini muayyanlashtirish deydi. Tawdih ahmiya dirasat tarix lil qaid. Qo'mondonninki tarix tadqiqotining ahamiyatini ro'shanlashtirish, undan keyin eng muhim nuqta moya keldi qamdi. Balki mushu bizga taqiladigan nuqta tahdid suratul islom allazi yajibu istida'uha ve temessulul amilina lin-nahdati biha. Xo'sh, gülünümüz digüçler deydi. Gülünüş uchun xizmat qilguvchilar shuni da'vo qilish kerak bo'lgan, yoki shuni da'vat qilish kerak bo'lgan islomning suratini avval bekitib shaklini. Gülünüşga xizmat qilguvchilar shuni tamsil qilish va shuni da'vo qilish kerak bo'lgan islomning suratini bir bekitish. Menda ma'no nuqtani men biroz nima qilay. Tarixdan buyon Payg'ambar alayhisolamning zamonasidan tortib ta bugunga qadar islom bunda ikki xil insonning o'tirisi zoya ketib boradi. Birisi islomga qattiq sal qaraydigan. Islomni dinni ikkinchi o'rinda qo'yadigan insonlar. Bugungi kunda bunday insonlarning ismi ilmoniy. Yana birisi o'zi qattiq taqvo ko'rinadigan, qattiq mutashaddid insonlar. Bunun ismi mutashaddid. İslam mush ikki nuqtaning orasi zoya bo'lib ketadi. Qachon bir tashkilot deb turli yoki musulmonlar uyg'onish uchun qurgan bir ish deb turli, islomningki muayyan bir shaklni o'ziga belgilab oladi. Bu belgiladigini Qur'on, hadisga muvofiq o'tir holati. İbayat men dedim, düşman Qur'on orqali hujum qilinmaganda yoki Qur'on orqali hujum qilishdan oldida unda chiqib ketmaydigan hujumdan birini qiladi-ku. Bu hujumni ikki nuqtadan qiladi. Birisi ya ilmoniylarni ishga soladi. Ilmoniylarni ishga solib islomga tarafdan hujum qilib kishilarni islomdan qochirishga urinadi. Bugunga o'xshash. Facebook sahifalariga qarab baqsaq bilvog'ildi. İslamning ba'zi, masalan deyli bir aqallisi Qurban hayit kelib, qurbonlik masalasi chiqibdi. Bizning Uyg'urlarning ichida shuningga qarshi qilgan insonlar paydo bo'ldiki, men hayron. Bu hayvonlarni o'ldirish bu qanday rahimsizlik. Bu qurbonlik qilamiz deb ham qo'ylarni o'ltirsa qanday bo'ladi dedi. Ba'zi aqlsiz kishilarimizmi shunga ha deb rost zodi. U hech qilib nima kepti bugun? Shuncha namorat qarindoshlarimiz to'sadi degandek ha deyishmadi. Bu yerni hujum qiladi dushman. Yana birisi
yana birisi o'zini eng taqvo chaqlaydigan mutashaddidlar orqali hujum qiladi. Tarixdan bu yosh Rasulullohning vaqtidan tortib. Hatto mutashaddidlar Rasulullohning oldidami? Rasulullohga gapashgan emasmi? Odillik qil degandekchi. Islom xizmatini qilayotganlarninki epmangan yo'liga bu degan to'g'ri emas dinda. Bu degan dindan chiqqanlik, mo'andaq mundaq deb biyalardan teyip akilib bir gaplarni, ya'ni o'zi qattiq taqvo bo'lgan shaklda hujum qiladi. Mush ikki xil nuqtada hujum qiladi. Agar mushu yo'lda xizmat qilganlarning kallasida dalil faktlar bilan o'zi apmanayotgan yo'lning shakli aniqlanmagan vaqtida, bekitilmagan vaqtda ilmoniy hujum qilsa asta sirg'ib ketadigan, mutashaddidli hujum qilsa, ras biz xato ishni qilatamdiq ya, harom ishni qilatamdiq ya deb ma tarafga eg'ib ketadigan ahvol yuz berdida bu yo'l buziladi. Shunga avval bu yo'lda xizmat qiladigan, islom gullanish harakati uchun xizmat qiladigan har bir a'zoning kallasida o'zi mengayotgan yo'lning islomdagi hukmi va o'zi epmangadigan islomning shakli nayti aniq bo'lish kerak qarindoshlar. Hajning masalasini mencha ayrim deyish kerak. Bu yerdagi maqsad bir misol sifatida ilindi. Haj masalasi bizning temamiz emas. Tabiiyki men qayta haj qilish tarafdori emas. Qayta haj qilganlarni to'g'ri deb ketmayman. Burundan yaxshi emas deb qaraman. Ammo bu bugungi darsimiz u hajning temasi emas. Mushubek muhim. İlgirki temalardan mushu zodi bir tashkilot orqali bo'ldi har qanday ish degan. Men millatni, ummatni qutqizaman deb o'rtaga chiqqan odam boshdan oxir men islomninki qanday shaklini tutaman. Menga yo'lamninki, epmang da'vo qilgan islomimninki Qur'ondan dalilinimi, hadisdan dalilinimi? Mush narsani nayt aniq qilish kerak ki ilmoniy sol tarafdan hujum qilsa, uningga pisand qilmaydigan, mutashaddiddan birisi kelib o'ng tarafdan hujum qilsa, uningga qanday qilmaydigan, pisand qilmaydigan bir ideya shakllanish kerak. Shuna bir sabit qadam bilan yo'lga chiqish kerak bu yo'lda. Bu. Undan keyin shu plan, shu plan duch keladigan tahaddiyatlarni bekitish, mabek muhim. Masalan, bir ish qilmoqchi bo'lsanglar, balki mushada deb qo'ymayman, kelgusida oldinga kelib qilish mumkin. Sizlarga duch keladigan tahdidlar, masalan, to'solg'ular avval ishdan oldin boshlanadi. Avval sirtdan kelmaydi va eng avval sizlar bilan teng yoshdagi, teng saviyadagi atrofinglardagi sizlarga shaxsiy olarak hasad qiladigan, o'qiladigan, bo'qiladigan yoki qarshi chiqadigan insonlardan shakllanadi. Biroz kengaysanglar ijtimoiy jamiyatdagi sizlarni o'ziga tahdid qiladi deb qarashgan, guruhlashgan organlar tarafidan keladi emas musulmon. Yana biroz cho'ngsanglar, voy biz degan musulmon deb turayotgan davlat tarafidan keladi. U yerdan o'tgan vaqtida dushman avval mushlarning hammani ishga soladi. Dushman mushlarning hammasi kalkamga vaqtda o'zi qo'l soladi. Qadam-qadam, bosqich bu bosqichlarning hammani qana qilish kerak, besib o'tish kerak. Ya'ni bizga qarshi turayotgan atrofimizdagi shaxs sifati bilan qarshi turayotgan musulmonlar va bulardan qandaylik qilib o'tamiz. Ya'ni musulmonlikni buzmagan bir shaklda. Chunki kofirga muomala qilolmaydi. Bizga qarshi chiqadigan organ darajalik musulmon qarindoshlarimiz va bularga qanday taqobil turamiz? Buni kofir muomala qilolmaydi. Lekin biz yashayotgan, o'zini musulmon deyotgan bir davlat va bunun bizga qo'ygan to'solg'ulardan qanday atlab o'tamiz? Chunki bular kofir davlat degan olmag'achqa, kofirga o'xshash, haqiqiy cho'ng dushmanga o'xshash bularga muomala qilolmaydi. Dushman kelgan vaqtida uningga qanday muomala qilamiz? Mushu bosqichlarning hammasi muayyanlash kerak. Hammani bir qatorda bir tayoqda haydashga aslo va aslo bo'lmaydi. Chunki agar unday bo'lmagan taqdirda birinchi qadamdan biz yiqilamiz. Bu ishimiz to'xtaydi shada. Ondan keyin muhim bir savolga javob berish nayeti muhim. O'simi islohot nereden başlandı? Biz gülünümüz, oygunumuz desek nereden başlayımız işini? Belki men öğrendiğim kalırsa buna nispetten her xil cevap buluş mümkün. Ama kitap bizge muşunu inşallah qanday qılıdı, bayan qılıdı qarindoshlar. Ve ondan keyin sanlıq məlumat sapasının rolunu aydınlaştırış ve güllünüş planında, oygunuş planında statistika tilinin rolünün aydınlaştırış. Biz hele qarğularçı iş qilib, günəb qılıq deb neçə dedim.
iniq emas. Qilgan ishimizning sonliq ma'lumoti iniq emas, statistikasi iniq emas. Masalan deyli, biz bayat nurg'un plan tuzish to'g'riliq gap qildik ya. 1 yil oldida amsa bu yillik plan. Bu yillik 6 oylik plan, bu yillik 2 yillik plan degan shaklda mangduq. 1 yildan keyin son spir bilan qancha odam qanchalik ish qildi, buning qanchalik natijasi chiqdi, buning qanchalik mag'lubiyat chiqdi. Mush shaklda statistika olib boradigan bir saqofa degan gap, bir bir sapa bizda shakllanish kerak. Agar statistika olmay qildiq, diniy ish deganning natijasi chiqsimi savob, chiqmasimi savob, ya o savobning ishi boshqa, ammo ishning davomlashishi boshqa. Bir addiy bir qota dukan ochgan odamni dukunning hisobotini qiladi-ki, ammo bir ummatning masalasida bunda hisobotsiz, statistikasiz, sansprisiz menish, ash ko'zdan tanib qo'yib mangan bilan o'xshash, bu bek muhim. Undan keyin eng oxirgi nuqta hadmu judranul ihbat bi ma'awil al-amal. Ya'ni tushkunlashtirish tomlarini umid, orzu ma'avil degan nima deymiz qarindoshlar, alaqi xitoycha digim kelmadi, joto deydi, alaqi jotochu. Tash cho'qiydigan bir joto bor, xitoycha joto deymiz, uyg'urcha nima deymiz shuni? Qaysinglar bilasizlar? Taşlarni cho'qib, bunda ikki tarafda tumi tash cho'qiydigan bir narsa bor. Gürcekime o'xshamaydi, paltog'ime o'xshamaydi. İki tarafida uzun tümüsü var. Tağlarda taş cho'qib, taş chaqishga ishlatiladigan bir narsa var. Shuni ma'avil deydi. Yani pishang sekin buldu. Pishanga. Ümit arzu pishangları bilan tushkunlashtirish tomlarini yiqib o'tish kerakki, har doim etrafimizda bizni yo'limizdan qaytaradigan bir vasvasalar bo'ladi. Bu ayağa chiqmaydi bu ishning. Bu qig'ilolmaydi buni. Bozg'an emas, lekin pishang yiqini. Buni bu millat uchun bunday qilgan bilan bu odamlarning saposi asha tursa masalan. Degandek har xil gaplar bilan bizni tushkunlashtiradigan, yo'limizdan qaytaradigan bir xil ahvollar bo'ladi. Biz mushularning ustidan g'olib kelishimiz kerak. Arzu, umid pishingi bilan hammani o'rib tashlashimiz kerak undaq tushkunliklarni. وقد رأينا أن نقسم هذا البحث biz bu bahsini muqaddime şekildeki bir peslige bölüşni to'g'ri topdik ve bu peslige, bu paragrafga türlük bablar ergişip keladi. Nimishqa güllünüş planının felsefesini izahlashga urinish ve onun asaslarını ve yo'lga chiqish nuqtalarini izahlashga urinish uchun ve biz bu bablarni bir real şekilde qana qildik, siğilidik, şekilge keltirdik. Her bir ko'rinishda, ala şekli meşayden gap ko'rinish şekil demekçi. Her bir ko'rinishda navbatdagi qiyin vaziyat haqida so'zlaymiz, boshlash nuqtasi haqida so'zlaymiz. Nimishqa mushu reallikni qana o'zgartirish uchun ve bizning kelgusidagi ko'rinishga bo'lgan tasavvurimizni o'zgartirish uchun ve mushu ko'rinishni ro'yobga chiqarish uchun amaliy qadamlarni o'zgartirish uchun biz shunday so'zlaymiz deydi. Hamda kitap o'zining planini o'tirg'a qo'ydi. Deb bo'lib oxirisida biz duch kelgan qiyinchilik, tahaddiyat, vajihatlar degan gap bizning oldimizga kelgan to'solg'ular deydi. لقد قمنا بتحديد الشريحة المستهدفة من هذه السلسلة. Biz bu bir yürüyüş materyaldan közlengen bir daireni bekitib oldik. Qumna bitahdid ikisi qo'shilib bekitib oldik degan gap. Shariha degan gap ma'lum dairedagi kishilarni shariha deyiladi. Mushu bir yürüyüş materyaldan ve mushu kitapdan nishonlangan mustahdafa shariha doirani qana qilib oldik, bekitib oldik. Da fayammamna degan gap biz yoshlarning ichidagi ko'p sonliqni egallaydigan doiraga yuzlandik. Yammamnami yuzlandik, vajjahnami qana qilib yuzlandik. Bu doira haqiqiy chin ish qilishga intiladigan bir doira. Bilasizlar, odamninki
uyg'unish, gullanish masalan, millatni uyg'otish, ummatni qutqizish ishlarida eng ishga yaraydigini yoshlar. Yoshlarning hammasi emas endi. Shu yurkida o't vaqlari shular qiladi. Shunga biz bu kitobdan shularni nishon qildik deydi. Qayt kelamdik. لقد قمنا بتحديد الشريحة المستهدفة من هذه السلسلة ومن هذا الكتاب. Bu bir yürüyüş materyal ve bu kitaptan nişanlangan daireni bekitip aldık. Da şunu bilen biz haqiqiy chin pishiq ish qilishga intiladigan, büyük özgürlüklerini paydo qilishga intiladigan yoshlarning olgan ko'p sonliq bir doiraniga qana qildik, yuzlandik. Ve bizga nurg'un to'salg'ular duş geldi ve vacahatna iddet muavviqat, nurg'un to'salg'ular duş geldi. Biz şu to'salg'ularning ustidan g'olib kelishga urindik. Masalan, biz duş kelgan to'salg'ularning birisi o'quvchi o'qigan narsadan qanday foydalanishi mumkin? Nimishqa uning bir sistemlashtirilgan ma'rifat tunish xaritasi shakllanish uchun zaten qanday foydalanadi? Ben bu kitapni o'qiyil deyishimning bir sababi savoqdoshlar. O'z aramizda bir bazı qalimiz kelgan masalalarni o'rtaqlash orqali echilmagan nurg'un masala echiladi. Yolg'iz o'tib o'qisak, ondan oladigan bizning foydamiz boshqa. Billa o'tirib o'qisak, ondan oladigan foydamiz boshqa bo'ladi. Avtorining qalbisiga tushgan g'ammi shu. Ya'ni demakchi o'g'inimizni o'quvchi tushunalami? Qalbisida biz maqsad qilgan sistemlik bir ma'rifat xaritasi shakllanami? Mushu avtorining qalbisiga tushgan g'am. İkincisi, bu madde ne deydi? Maddenin gep mazmun demekçi. Maddeni İslam cemiyetlerinin köpünçisinin sebepleri arasında taqıgan tushkunlik holatiga javob beradigan şekilde taqdim qilish qanday bo'lganda mumkin? Yani qanday qilsak, mush tushkunlashgan bir jamiyatning tushkunligiga javob bera olamiz. Sadece tushkunlik yo'q deb baqinglar. Hammalarda bor. Tushkunlik oddiy tushkunlik emas. Hatta sepning en aldıda menvatkan qarindoshlarımızdan yalğız paranglashib baqsam bir qatim neydi bilamizlar? Men bu Xitoy ustidan g'alaba qilib davlatimizni qurishga ishonmayman deydi. Shu. Bu haqda bizga taqdir ekilishi mumkin, haqda bizning Allah qo'ygan imonimiz, Allohning bizga bergan g'alaba, nusrat va'dasiga qarata. Ammo aninki digine xuddi Musa alayhisolamninki sahabalarininki dengizlen Firavunning qo'shinlarining o'tirishga qapsilib qolgan vaqtida inna lamudrakun, endi tutilib qoldik degan odamga o'xshaydi. To'g'ri tushunishga bo'ldi insoniy mantiqa, chunki hozirgi dushmandagi kuch, bizdagi kuch, dushmandagi angsapa, bizdagi angsapani solishtirgan vaqtda degini insonlik nuqtasidan to'g'ri. Ammo biz o'zimizni Musaning o'rniga cho'g'izishimiz kerakki, Musa alayhisolamning o'rniga kella inna ma'i robbi seyahdin diyaleydigan bir anga kelish kerak. Kitap dal shu anga keltirish uchun qanaqatıdı, xizmat qilyapti. Shuna bir imonga keltirish uchun xizmat qilyapti. Bu bir. Ondan keyin yana bir to'salg'udan birisi qanday qilganda bu fikr, biz o'tirganmoqchi bo'lgan fikr keng xalq ommasining orasiga taqaydi deydi. Buni bu to'qqa yig'ilgan bir necha adam, 40-50 adam la bo'pqaz bo'lgan fikr emas. Bu fikr butun xalq ommasining orasiga taqagan va hamma odam tushunadigan, aqallisi bilmasimi tushunadigan, bilishdan tushunish o'xshamaydi qarindoshlar. Bilish degan o'rtaga qo'ya oladi bilgandan. Tushunadigan odam degan nima desanglar, boshqalar desa, ha rost deb tushuna oladi. Xalq eng aqallisi tushunadigan nuqtaga kelish kerak. Tushunadigan nuqtaga. Ve ondan keyin ve keyfe yumkinu en tugadira al-fikra rufuf al-nukhab ila al-insan al-mutawassil bas. Qanday qilgan vaqtda bu fikr ma tanlangan bir bölük adamlarninki kitap jazilaridan o'tirhal oddiy insonlarga ko'chalaydi. Buni sapla o'qigan, o'qimishliq, masalan, olim ulama yoki o'qigan taliblar, o'quvchilar lam tushunib am xalq tushunmaslik bak ig'ir afat. Qanday qilganda ma fikr ashta tanlangan isil adamlarning kitob jazilaridan nega yetkilalaydi? O'tirhal oddiy kishilarning orasiga yetkilalaydi. Buning hammasi kimning vazifasi? Mencha sizlar bizning vazifamiz. Sizlar biz xalqqa eng yaqin odamlar,
Mush nuqtani biz tushungan bo'lsak, xalqqa tushuntirish sizlar bizning ustimizga tushadigan bek og'ir vazifa. Ondan boshqa yana bir to'salg'idan birisi va kayfa yumkinu an tatahawwala al-fikra ma fikr qanday vaqtda real bir moddaga aylanadi ki ümidsizlik ve ümit üzüş çaqırğuchilarining yuzida qarshısida güllünish, uyg'unish uchun ishlatkili bo'ladigan, qobil degan gap, ishlatkili bo'ladigan degan gapmi? Qabul qilish deb o'tganman. Ya'ni ishlatsa bo'ladigan bir moddaga aylanadi. Qanday vaqtda bu gap reallikka aylanadi demakchi. Kitobdagi ikki qog'oz qarsiya peti qamay, qanday vaqtda real maydonimizda kishilarga ümidsizlikni yo'qotadigan, ümit paydo qiladigan bir omilga aylanadi demakchi. Ya'ni tilka هي الأسئلة يقارنك شو سؤال وكانت هذه محاولتنا لعمل رأس جسر لهذا المشروع الكبير. Şu sualla da bulup ve şu sualla bizden muşu urunuşlarımızdan hemisi neymiş kadese büyük plan için bir körükünün beşini kılış için bir urunuşumuz oldu. Neymiş kadese bu plan ne? Bu plan ne? Nokul nezrevi tesavvur sahasiden mutafekkir ve munziri degan gap masalalar haqida o'ylang'uch degan gap. Ikkilasi mufakkir bilan munzirini shu mutafekkir sanaladi. Mutafekkir ladin tashkillangan yuqori tabaqaninki nuqul nazriviy sohasidan o'ttir qatlam va tuvan qatlam ki bular plandagi amaliy ijro qiladigan tuvan qatlamga yetkash uchun deydi. Mayli bir nuqtani deb qo'yay. Alim, ölüma, andakin ziyali, mutafekkur, çoğun katlamı hadiden ziyade ümit tutmaqlar. Bula nimiş qılalaydı bilemizler? Bularning roli nima desanglar? Bula her nesinin nezrivi kısmını oturup okuyalaydı. Ameli, real, tadbiqlaydigan kısmını kim icra qiladi bilemizler? Oturup qatlam ve tuan qatlamdaki sili bizdeki adamlar. Naq ameli meydanda sili biz bulumuz ma'ina qillanıldı bolsun. Her göz sili çoğun kögen eliqi yuğan atlık, ziyaliyak yuğan atlık, ölüma degenler her göz oturuğu düşüp naq ameli iş qilmaydı bu işte. Muhim nokta şu. İnne hadal kitab cuz'un min silsile. Ma kitap şu bir yürüyüş kitaplardan bir kısmı Allah subhanahu ve ta'aladan bu bir yürüyüşünü mükemmelleş ve tuluqlanishni Allah'tan soraymiz. Ve şu bu bir yürüyüş kitaplarını birinci tamçılar bilen, birinci tamçı bilen başa, kitapta tamçı deb atadı. Nimişqa onun keyniden başka tamçılar kelsin üçün. İtettabi'aha qatrat. Biz bu varaqçılarni oturuğa chiqarishda bek köp taraddud qildik. Bu temiden uçuk bir şekilde gap qilishda bek bir taraddud qildik. Lekin do'stlarimizningki rag'batlantirishi ve bu urunuş, bu tirishchanligimizga anglagan kishilarning nurg'unlarining rag'batlantirishi oxirgi shu varaqchilarni demak, shu kitobni demakchi, taqitishga elinadigan taqitishga qaror elishga bizni qada ibadi. Rag'ma yaqinina biz shuningga jazm qilsaqmi, shuningga kesin kallamızda cezem kılsak mı ki nurgun işler var ki bizim üstümüzde onu kılış vacip buludu. Şu işlerini ortaya çıkarış gerek. Yeteveccebu aleyna ameluhu vel kıyam bir ikisini bir tercüme kılanlar. Şu işlerini kılış gerek olan nurgun işler hala bırak ömürle Allah'ın kolu da insan bügenini tapsa ayetdeki kap kılışka kaparatla kılanmaydı. Yaxşılıqqa aldıraş, gerçi az olsunmu ve onu taqitish vacibki kichik turish vacib emas. Bulupmu vaqti qana qilsa, yiqillassa. Ahirda Allah subhanahu ve ta'aladan yordam ve to'g'ri yo'lni so'raymiz. To'g'ri qilsak Allohdan, agar xato qilsak bu o'zimizdan ve shaytondan. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bayatınki oturup qo'yilgan suallar qarindoshlar, kitobning javob bermoqchi bo'lgan savollari. Buni men hozir javob bermayman. Kitob inshaalloh davomida javob beradi. Hammasiga javob beradi. Biridan ham to'liq javob beradi. Xotirjam bo'linglar. Vaqtmi to'shabdi. Darsimizmi dal bir tema tugidi. Ikkinchi tamhidiga keldik. Tamhidqa qismiga. Mishada to'xtayli inshaalloh. Başka gap söz olib qolsa darsdan keyin muzokaralarda deysak bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.